nuqsanur raja inde vücudiz zelal. Sen hatalaşqa vaqtında ümitsiz boğunun bu senin faqat ve faqat özünün qılıvatqan əmelin gilam tanıb alğanlığının belgisidir dedi. Bunda diğerliki hem de İbn Ataullah Sekenderi bizge şundaq demekçi de. Sen Allah'ını razı qilish meselesinde sana Allah va'da qilgan mukofot masalalarida sen o'zingning qilayotgan yaxshi amalingni asas qilibma. Voy men namoz o'qidimg'o, ro'za tutdimg'o, sadaqa ihson berdimg'o, nurg'un palani pistani munda yaxshiliklarni qildimg'o deb o'zingning amalingdan qilgan yaxshi ibodatlaringdan mag'rurlanma. Belki sen her qandaq bunda qilgan ibodatlaringda sen buni o'ylamasdan faqat va faqat Allohning lutfi ikromini, fazlini ko'zla, shunga tayan demoqchi. Endi buningga dalil nima degan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Buxoriyda rivoyat qilgan bayon qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deganda sizlarning biringlarni jannatga uning qilayotgan amali, yaxshi amal akranmaydi degan. Sahabalar deganki, ya Rasululloh, sizchi degan vaqtida menmi shu? Lekin meni ham shu Alloh rahmatiga asa, rahmat marhamati bilan Allah öz pezlik asa kirerleyme bu musun? Menmu kiremeyme benim emilim cennet kirdiğinga bu cennetin bahası emas bu pulu emas dep şundaq diyor. Demekçi de bu yerda. Demek mesele bunda boğanken biz ma'lum bir yaxshi ishlarni qilishga biz muvaffaq bo'lgan ahvol ostida buningdan ibodatimizdan mag'rurlanmasdan ibadetimizni vay mandarak ish qildim ya manda cho'ng ibodat qildim deb qalbimizda uningga bir xil mag'rurona qiyofatda bo'lmasdan faqat Allohning rizosini va savobini ko'zlash. Ey Alloh, bu bir ishni qilibdim-a, arzimas bir amalni qildim. Alloh o'zing bir kechirgin. O'zing bir fazlingga olgin, qabul qilgin. Marhamating bilan bizga bir baqqin deb bundaq tuyg'ularda bo'lish kerak. Şoňlaşga İbn Ataullah Sekenderi sen günah masiyet biz hatalıklarını qıp qalgan wagtynda Allah'ın apusydan ümitsiz bolup özüni yoqtup qoyganlygynyň özü qılgan yaxşı amallaryndymy senin amel kılan tayınıp aldygan aldım bädim payda menfaat maddi menfaat köz qarşıdaki tuyg'udur demekçi. Demek endi Allah bizga savob berse faqat bu Allohning fazli marhamati bilan bo'ladi. Agar bizni azoblasa nauzubillah bu mu Allohning adli bilan bo'ladi, adolat bilan bo'ladi degan tavhid bizniki qalbimizga singan bo'lish nayt muhimdir bundaqda. Bu yerda yana bu zotniki demakchi bo'lgan muhim nuqta inson umuman ilib aytgan vaqtida o'zidagi men deydigan bir tuyg'uni yo'qotish, ya'ni o'zidan men qildim men bunday qildim deydigan o'ziga xudo bilan bo'lgan bog'lanishda o'ziga bo'lgan taalluq manlikni yo'qotishni maqsad qilmoqchi. Shundaqla masalan bir gunoh ma'siyat bo'lsin yoki bir xatoliklarga yuz bergan ahvol ostida darhol yana xudoga bo'lgan umidni uzmasdan yani qaytadan bog'lanish. Yaxshi amal qilgan vaqtida yani o'zidan faxrlanib o'zini yo'qotib qo'ymasdan yani Allohga bo'lgan yaqinlashishni texmo cho'nqir qilish bu maqsad qilingan. Chunki payg'ambarlarning hayotini qarab chiqsak hech qanday payg'ambar o'zining qilmishlari yaxshi qilgan qilmishlariga bir bog'langan emasda. Men bunday qildim-ku deb xudo bilan bir xil bozorlashgan emas. Hammasi Xudoning mag'firatiga, Xudoning rahmatiga bir xil umidvorlik bilan umid kutib turganda. Masalan, Hazrat İbrahim alayhisalomni esa Robbi habli hukman va alhiqni bis solihin. Men yaxshilarga qo'shib etgan dedi. Men taqim solih odamlar qo'shib etgan dedi. Millatda eng yaxshi solih odam shu insonlar ichida. Yana Allohga tayin iltijo qilib, munojat qilib, men eng yaxshi solih kishilar qatori qo'shib etgan Allohim dedi. Demek Allah'dan başka hiç qanday narsaga tayanmaslik. Hatta o'zing qilgan yaxshi amalgimi men cho'qim jannatga kirmayman, manda yaxshiliklarni qildim deb amalgim tayanmaslik.
bundan. Bu yani Allah'a yakınlaşıdığan, Allah'ı baklaydıgan en akıllı addi bir sebep demekçi. Mesela bir kısım adamlar kecha hiç namaz o'qiydi ekan yoki Qur'on o'qiydi ekan yoki kunduzlar ro'za tutadi ekan. Atrofda o'zining qarindoshlari yoki og'aylari bo'lsin yoki do'stlari bo'lsin, u uningdek ibodatlarni qilolmaydi yoki qilolmaydi. Ya uni masxara qiladigan, yoki uni to'van ko'radigan, yoki o'zida avundan alaydi biladigan. Bunda avvallami bu xatolik tarafga kirdi. Chunki o'zini boshqalardan ustun tutmaslik. O'zining ibodat orqali boshqalardan ustun tutmaslik, boshqa kishilarning ibodatini to'van ko'rmaslik, o'zining ibodatini nayt katta ish qilgan shaklda ko'rib olmaslikning o'zini ta'kidlamoqchi bu hikmat orqali. Şoňlaşqa musulmanniki, mu'minniki davamlıq Allah aldıdı deydigan gepi, ey ulug' Parvardigar, ulug' Allah'ım, rahmetini ümit qılıp keldim, kerimini, merhametini ümit qılıp geldim. Men bir kembagal acizmen, sana bir kulmen, men bir özüň bir merhametin ağın, meni sen bir özüň bir qabul qıygın Allah'ım. Digen da kemter şekillerde boluş muhim demekçi. Bugünkü hikmet müşahidesi boğay ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.